Marat Xayrullayevich Hamdamov. Bu insonni ko'pchilik o'zbekistonliklar mamlakat qurilish bozoriga shiddat bilan o'zgacha ishtiyoq ila kirib kelgan mard, tanti va saxiy quruvchi sifatida yaxshi tanisa, yana kimdir esa uni shou biznes vakillaridan biri, taniqli aktrisaning turmush o'rtog'i sifatida biladi. Boshqalar esa mijozlarni qishda gazsiz qoldirgan quruvchi kompaniya Starhouse'ning yuzi sifatida eslab qolgan. Daryoga murojaat qilgan ayrim fuqarolar bulardan farqli ravishda Marat Xayrullayevichni boshqacha tavsiflaydi. Siz negativ yozgansiz deb o'g'limga har xil gaplarni gapirdi. Men ham bordim. Xolasiz 10 ta advokatim bor. Ana shu 10 advokatim bilan siz mashhur qilib beraymi bir kunda deb ashunaqalar dedi. Endi biz urushmadik. Marat Xayrullayev o'zimi? O'zi aytdi. Endi 7 kishi bo'lib turib, men qancha odamlar bemor bolalar kardiologiyada yotib 10 millionga o'zini 150 necha million to'lagan ayollar borda, kardiologiyada yotib operatsiyaga olamiz deb havo ulab qo'ygan odamlarni ayollar yig'lab ingrab kirganlarini ko'rdim. Kimdir 2 yashar bolasini Hindistonga olib ket, nevarasini olib ketaman deb yozganiga qancha bo'lgan, ana shular pulimni ber deb kelib yurganlarini ko'rdim. Onasi kasallardi, eri tashlab ketib qolgan beva ayollarni ko'rdim qanchasini. Insof bersin-da, endi ko'rsangiz Maratni o'zi bilan shunday yaxshi gapiradi, shunday yaxshi muomala qiladi. Lekin natija yo'q. Bergan bersin pulini summasini qaytaraman degan labzini. Endi unda ham ota bordir, ona bordir, farzand o'stirayapti. Allohdan ham qo'rqsin-da. Rosa hammani ishontirdi. Yaxshi joyda dedi, 5 kilometr naryoqda dedi. Norozi bo'lgan shaxslar har kuni 15 ta 20 ta bor. O'sha har kun 15 ta 20 ta bir xil shaxs emas. Har kun har xil 15 ta 20 ta shaxslar ko'payadi. Marat kelib o'qitib keladi o'zini. To'g'risi. Mayaqda janjal qilayotgan odamlar kirib to'xtab qolishadi. Yoki gipnoz qiladi, men bilmayman. Gap shundaki 2023 va 2024-yillarda Marat Xayrullayevdan uy xarid qilib, shartnoma imzolagan fuqarolar ko'p o'tmay o'sha shartnomalarni bekor qilishga tushgan. Ba'zilar bunga oilaviy muammolarni sabab qilib keltirsa, ba'zilar uylarining joylashuvi uzoqdaligi, turar-joy majmuasining nomi Toshkent shahridagi tumanlardan birining nomi bilan bog'liqligi bois ularni chalg'itganini aytadi. Yana boshqasi esa men sotib olgan uy qurilishiga hali ruxsat olishmagan ekan, qurilish noqonuniy bo'lgani bois hamon boshlanmadi deydi. Men Mamat Xalilova To'lqinoy, Tursunaliyev Asadbek Sog'dodjon o'g'lining onasiman. Uyim, o'sha olgan uyimiz o'g'limning nomida. Sergeli City'ni A1 blok 4-etajdan uy olgandik. Men Do'stiyarov Mansur 2024-yil 18-yanvarda Imorat Development kompaniyasiga, ya'ni Marat Xayrullayevich kompaniyasiga 100 million so'm pul to'lab qo'yganman Sergeli City loyihasi bo'yicha. O'shanda to'lov qilishimdan oldin so'raganman menejerdan. Uy qayerda qurilyapti deganimda, shu Sergelining atrofida 5 kilometr, Qalsuydan 5 kilometr ichkariga kirasiz, metrogacha bir 10 minutlik yo'l degan. O'shani gapiga ishonib pul 100 million so'm pul to'lov qilganman. Sirazi shu yerda banki bor, yonboshida o'shanga to'lov qilib, to'lov qilgandan keyin bordimda joy lokatsiyasini ko'rsam, o'sha Kurukdan 15 kilometr ichkarida ekan, Surum mahalla, Sergeli degan mahallada ekan. Ichkarida vafshe. O'shaning uchun menga lokatsiyasi yoqmadi. 15 kilometr ichkariga kiraman ekan. Keyin sirazi keldimda fevralda 23-da atkaz yozdim. Atkaz yozganimdan keyin menga aytdi, bir oydan 6 oygacha pulingizni tushirib beramiz dedi. Uzog'i dedi, avgust oyigacha tushirib beramiz dedi. Sentyabr oyidan boshlab qatnashni boshladim, boraman. Ertan tushadi, boraman, bugun tushadi. Grafik qilib bergan, foydasi yo'q, telefon nomerini beradi. O'zim Sirdaryoda turaman. Sirdaryodan 100 kilometr har doim kelib ketaman. Yo'l kira, kelib ketishimga kamida abed. Уже bir 10 martami 15 marta уже qatnab qo'ydim. Kecha oxirida. Xullas berishdan darak yo'qdi umuman. Men Qurbonova Rozaman. Biz Marat Imorat kompaniyasidan uy xarid qilganmiz. Odamlarning nomida bu. Ishonchnoma asosida men haq-huquqlarimizni menga dovernost qilib berganlar. Talab qilib yuribmiz. Ishonchnoma asosida. Biza
Sergeli City 12-blokdan A12dan xarid qilganmiz. Lekin u yoqda hali qurilish ishlari boshlanmagan. Lekin bizga olganimizcha aytishgan 2025da yozida уже kirasiz deyilgan, remontli deyilganda. Biz o'sha ularni gapiga mana bu blogerlar nimalar reklama qilgani uchun o'shanga o'shalarga ishongan holda biz to'lov qilganmiz. Hozirda 113 million so'm to'lov qilganmiz. Lekin hali mana 4-oktyabr kuni to'lov qilganmiz. Qoldirmasdan to'lab borganmiz to atkazgacha. Atkaz qilganimizdan keyin mana 6 oygacha 6 oydan keyin bizga murojaat qiling, biz sizni anaqasi ko'rib chiqamiz, pulni qaytaramiz deyishdi. Lekin biz 6 oygacha indamadik, bezovta qilmadik. 6 oydan keyin mana tinimsiz har hafta, har 3 kunda kelamiz, shu ahvol. Men Yakubov Sanjarbek 2024-yil 25-may kuni Imorat kompaniyasidan uy xarid qilganman. Va o'sha uy xarid qilganimdan so'ng boshlang'ich to'lov 69 million to'laganman va oylik to'lovlarni to'lab borganman. Lekin o'sha Imorat kompaniyasini qurilish Sergeli City loyihasidan olganman. O'sha Sergeli City loyihasi joylashgan joyda lokatsiyasi juda uzoqda ekan. Men uni Marat Xayrullayevich o'sha reklama qilgan artistlar, blogerlarda o'sha PR kompaniyasiga ishonganman. Unda demak Toshkent shahridan atiga 5 kilometr deb yozilgan, lekin aslida unday emas ekan, ancha ichkarida, uzoqda ekan. Undan so'ng men shartnomani bekor qilishga qaror qildim va 2024-yil 5-dekabr kuni shartnomani bekor qilish to'g'risida ariza yozdim. Ular menga aytishdi, o'sha pullaringizni dedi 3 oydan 6 oy davomigacha to'liq qutulamiz, bo'lib to'lash orqali deyishdi. Men uni o'sha 3 oy davomida ham murojaat qildim va 6 oy o'tgandan so'ng yana murojaat qildim. Ular aytishdiki, sizni hali navbatingiz kelgani yo'q dedi. Siz 100 mart oyida borganimda 60-o'rindasiz dedi, keyin 70-o'rindasiz dedi. O'sha navbatingiz kelgandan keyin tashlab beramiz deyishdi. Lekin mana hozirgi kunga qadar mana shu vaj bilan cho'zib kelyapti. 274 million 561 ming pulim bor. 274 million pulingizni bir oyda qaytarib berish kerak bo'lgan. degan. Ha, Bir hozir oy mana uzag'i 2 oy degan. ha, qancha muddat bo'ldi unga hozir? 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'ldi. 10 oydan beri pulingizni demak ololmay yuribsiz. Olganim yo'q. Qanchasini oldingiz? Ma'lum bir miqdorni oldingizmi? O'zi undan burun iyunda tashlab beramiz deb spiska qilib berishgan bizga jadval qilib. Undan keyin tashlamadi. 100 marta telefon qildim, o'zim necha bordim, kasal bo'ldim, boshqa bo'ldim. Kasal holimda ham o'tira olmaydigan holatda ham bordim. Hamma biladi meni gruppada ham. Borsam 20 milliondan oyiga tashlab beramiz dedi. Shu bilan tashlashmadi. Avgust oyida rosa janjal qilaverdim. Oxiri 20 million tashlab berish. Shu bo'yicha meni necha kelaman. Maratni o'zi bilan ham necha labzini oldim. Murodildan ham necha labzini oldim. Yo'q, natija yo'q. Bugun ham hozir borib kelyapman. Hozir ham bordim. Borsam endi yana voy 28da, voy 2-da, voy anunda Sergeli City, menna Sergeli Cityni kartoteki bloklanib qolgan, anov bo'lgan, manov bo'lgan, doim bir xil gap, prosta vaqti har xil xolos. Telefon qilsangiz ko'tarmaydi. Telegramdan yoz dedi. Telegramdan yozsangiz javob bermaydi. O'qisa ham bermaydi, o'qimasa ham bermaydi. Lekin gruppaga bir neto narsa yozgan bo'lsam, siraz menga aloqaga chiqishadi. Siraz men sizga nima qilib berdim-ku, yechim qilib berdim-ku, nimaga yana siz gruppaga neto yozyapsiz dedi. Nima qilib yechim qilib berdingiz desam, imna Azizbek. Familiyasini bilmayman nimaligini. Qanaqa yechim qilib berdingiz desam, jadval qilib berdim-ku deyapti. Jadvalingiz nimani o'zgartiradi dedim. Nimani pul bermaganingizdan keyin nimani o'zgartiradi? Deb shunday dedim. Javob bermadi, o'qimadi qolganini. Murodil ham shu, Marat o'zi ham shu, opa, iltimos, opa shu, qachon qarasiz shu. Qilib beram, bugun tashlab beramiz deb jo'natib yuborgan oxirgi marta 2-oktyabrda borganman. Marat Xayrullayevich o'zi. Maratni o'zi necha kirganman. Keyin yana buni orasida aytmoqchi yana bitta narsa bor. O'g'lim Marat tarmoqdagi bir videosi bo'lgan. U yerga kommentariyaga bitta odam yozgan, nima deb, "Men ham uyolmoqchi edim" degan. O'g'lim u odamga asosan nima degan? "Oming, men pulimni ola olmayapman, отказ qilgan pulimni" degan. Oming demagan, "Men отказ qilgan pulimni ola olmayapman, ishonmasalaring lichkamga yozinglar, dokumentini jo'nataman" degan o'g'lim. Endi shuni Marat bizni 2 oy qiynab yurdi.
borsak Marat yo'q bo'ladi. Zarifa, Marat o'zi siz bilan alohida gaplashadi, chunki siz negativ yozgansiz. Uni yuristi ham mana shunday dedi, negativ. Haqiqat sizlarda negativ deb ataladimi dedim. Kirdik birga, odamlar ham bor edi ko'pchilik. Ya'ni o'sha yerda siz negativ yozgansiz deb o'g'limga har xil gaplarni gapirdi. Men ham bordim. Xolasiz 10 ta advokatim bor. Ana shu 10 ta advokatim bilan siz mashhur qilib beraymi bir kunda deb ashnaqalar dedi. Endi biz urushmadik. Marat Xayrullayevich o'zimi? O'zi aytdi. Bo'pti dedi, sizlarga dedi, men bilan olishmanglar dedi. Keyin narsani hal qilaylik ko'ra dedi. Jadval qilib beraman deb o'shanda oyiga 20 milliondan jadval qilib beraman deb bizni aldab jo'natdi. Javob. Demak, kelishuv bo'yicha oyiga 20 milliondan sizga tashlab berish kerak edi. Tashlab berish kerak edi. Tashlab berishyaptimi endi? Yo'q-da, o'sha avgustda bir marta tashlagan bo'yicha. Bu hozir Demak, endi qachon? sentyabr, oktyabr tashlashmadi. Yo'q. Keyin yana keldim oktyabrda, ikkinchida. Tashlamayapsizlar dedim, telefon qilsam ko'tarmaysizlar dedim desam, yana Xayrullayevga kirdim. Nima, teaser janjal qilgan kuni 26-27 ta odam bilan men ham birga kelgan edim. O'shalar bilan birga kelganman. Ularning uylari 6 oydan beri qurilmayapti ekan, yer bo'yicha turibdi ekan, ular 6 oydan beri pul to'lab yurishibdi ekan. Yo'q uyga, yo'q qatlamaga. Tuzel loyihasi. Tuzelmi? Ha, o'sha. Ashlar bilan birga kelganman men. Kelib, xullas kirdik. Ularni jo'natib yubordik 2 soatmikin qabul qilib rosa miyalarga quyib jo'natib yubordik. Keyin men kirdim. Kirib, uje mashinamni chaqirib qo'ydim. O'zim Farg'onadanman. Toshkentga kelib, mashinamni chaqirib qo'ydim. Qaytib ketishga kech bo'lib ketdi, 6 bo'lib ketdi shekilli. Kirsam, men keyin yana o'sha gap, jadvalingiz boshqatdan qilib beramiz. Zarifalar aybdor, palonchi, mana u xodimlar aybdor. Jadvalingiz boshqatdan qilib beramiz. Iminni qo'l qo'yib beramiz. Qo'l qo'yilmagan bu deb u jadvalni olib qolib, yana Sohib degan odamni ishga olib o'tkazgan, Madinani chiqarib, alohida qilib nima qilib berdi? Nima qilib berdi? Spiska qilib berdi, Sohib qo'l qo'yib berdi, bo'ldi. Marat qo'l qo'ygani yo'q. Yana keyin Marat aytdiki, o'sha kuni javob dedi, bugun pul tushadi sizga dedi, 2 oktyabr kuni. Bo'lmasa dushanba, seshanba pul tushadi dedi. Keyin kirdim, spiska qilib berdi, ash kuni ham tushmadi. To'xtamay telefon qilib. Uni orasida Murodil aytdiki, opa siz ketavering, bu yerda janjal qilib nima qilmasdan. Men javob beryapman-ku, men kechasi 2 da qilsangiz ham telefonda olaman deyapman-ku, deb u ham ishontirib jo'natgan. O'g'il bolacha gap deganman. Ha, aytdim-ku men, o'zi uchrashingiz kerak yo'q edi Maratga, deb shunday dedi. Ashlarni ishonib endi men ketdim. Mana halidan beri xabar yo'q. Yozaman, telefon qilaman, ko'tarishmaydi. Ko'tarishsa ham, ha, nima, anonda ketdi, ertaga qilib beramiz, indinga, voy bugun tushirib beramiz. Ha, tushirib bermasangiz-chi desam, kelasiz unda. Men nima, bo'zchini mokisimanmi? Hadeb kelib ketavergan Farg'onadan Toshkentga? Yo, noto'g'ri gapiryapmanmi? Bekorchi basman-ku. Yo'l kirami, o'zi chiqib ketdi yarimi kelib ketaverganimga, o'zi kasal holimda o'zi. Qatnayverib charchadik. Avgust tugul уже sentyabr, oktyabr ham o'tdi. Pulimizdan darak yo'qdi. Siz o'sha pul to'lov qilishdan oldin joylashuvni borib ko'rmagansiz. Joylashuvni borib ko'rmasdan sraz shartnoma olib o'sha yerda menejerning gapiga ishonib pul to'lov qilib qo'yganman. Keyin borib ko'rdingiz. Keyin pul to'lov qilgandan keyin borib ko'rsam, o'sha Surum degan mahallada ekan. O'sha iminni o'sha Kurkdan 18 kilometrmi, 15 kilometr kamida ichkariga kirib ketar ekan. Keyin srazu menga lokatsiyasi yoqmadi uyining. Tem bo'lib menga A13 blokdan bergan 2026 martiga bitadi degan, hali u A13 blok hali qurilmagan. Вообще даже ruxsatnomasi ham yo'q, hali martda bitish tugul. Hali qurilmagan ham, по-моему. Qurilish boshlanmagan. Boshlanmagan hali. Haligidan ham ruxsatnoma olmagan menimcha. Uy olish bo'yicha shartnomani qachon tuzdingiz-u, qachon bekor qildingiz? 2024 yil 4 oktyabrda xarid qilingan uy 2025 yil 13 martda отказ qilingan, yozilgan, qaytarish. Bekor qilishingizga sabab nima bo'ldi shartnomani? Bekor qilishimizda sabab qurilish inspeksiyasini xulosalariga ko'ra, o'sha aytishdi ular, menimcha videolar ham chiqdi shekilli. Hali qurilish boshlanmadi, ruxsatnoma yo'q deyishdi. Bizanki 12-blok hali boshlanmagan, qurilmagan uy. O'shaning uchun biz to'lovlarni vaqtida qilganmiz, hech qanaqa qoldirmagandik shu откazgacha. Endi hozir qurilmagani uchun biz pulimizni talab qilyapmiz. Har hafta kelamiz, ovora bo'lib sarson. Lekin puldan darak yo'q. Jadval asosida deyishdi, jadvalni tuzib berishdi. O'sha jadvalda qo'l qo'yish kerak deyishdi, qo'l ham qo'yib berishdi. Tuzilgan jadvaldan 4 hafta o'tib ham ketdi, lekin puldan darak yo'q hali ham.
Demak, tushunishimiz bo'yicha siz shartnomani bekor qilishingizga qurilish inspeksiyasidan chiqqan video sabab bo'lgan, bu bir. Ikkinchisi, o'sha joyda qurilish boshlanmaganligi Ha. shartnomani bekor. Lokatsiyasi ham to'g'ri kelmadi bizga. Joylashuvi ham sizga to'g'ri kelmagan. boshlanmaganda qurilish. Qurilish boshlanmagan sababli, demak, pulni qaytarishga harakat qilyapsizlar. Shunaqa. Demak, kelishuv bo'yicha 6 oy davomida pulni qaytarib berish kerak edi. Yo 6 oydan keyinmi? Yo 6 oygacha bezovta qilmadik. 6 oydan keyin dedi, очередьingiz keladi, по очередь beriladi dedi. Lekin har kelganimizda mana очередьingiz hali kelmabdi dedi boshida shunaqa. Hozir spiska anaqa jadval qilishgan, lekin shu jadval asosida ham tashlab berishgani yo'q. Pulni qaytarish bo'yicha ham, demak, navbat shakllangan Ha, bo'ladi. har haftasiga 15 million so'mdan qaytarib berish jadval tuzilgan. Men qurilish kompaniyasiga jami 97 million to'lov qilganman. Va so'rab qolamanki, o'sha pullarimni demak qaytarib berishlarga yordam berishingiz. Aynan o'sha 97 million pulingizni ola olmayotganingiz xususida qurilish kompaniyasi rahbarlari bilan, aynan Marat Xayrullayevich bilan gaplasha oldingizmi? Men deyarli har oyda borardim. Marat Xayrullayevich joyida bo'lmasdi, bir o'sha chet elga ketdi derdi. Uni xodimlari muammoni o'zimiz hal qilamiz derdi. Zarifa degan qiz bor edi, o'sha vaziratlar bilan shug'ullanadigan. Pulingizni keyingi oy qaytaramiz derdi. Keyingi oy menda nimadir ishonch bo'lgan, ishonganman. Va men shu muddat davomida ishonib yuraverganman. Marat Xayrullayevich o'ziga murojaat qilishgacha hali yetib bormaganman. Chunki uni muammoni o'zimiz hal qilamiz, unga kirib o'tirish keragi yo'q derdi. Lekin mana ba'zi bir eshitdim, murojaat qilgan o'sha menga o'xshagan pulini ola olmay yurayotganlar ham aytishyapti, umuman o'ziga uchrashib murojaat qilganingiz bilan foydasi yo'q deb. Marat Xayrullayevdan o'zi boshida nega uy xarid qildinglar? Endi bu darajada unga ishonchsizlik. Rosa hammani ishontirdi. Yaxshi joyda dedi, 5 kilometr naryoqda dedi. Endi hamma yo'lda aytavermayman-ku, men oddiy haqiqiy sabablarini aytdim xolos hozir. Surishtirdik biz ham, enamiznikida ekan. Kim boradi aqqa? Yana uyuz qurilmayotdi o'sha paytda. Biz отказ qilgan paytda. Yana kamiga haligi video chiqqan. Bu video chiqqandan keyin sirazi hamma 200 tadan odam отказ qilgan o'shanda yo'q. Может o'shandan keyin yana bilmayman. Men 23-dekabrda отказ qilganman. Qarangiz, uy xarid qilayotgan paytingiz, borib shartnoma qilayotgan paytingiz, uy qayerdan qurilyapti? Joylashuvi qanaqa? Borib ko'rmadingizmi? Faqat so'radingiz. Borib ko'rmadik, so'radik, ishondikda biz. Shuni reklamalariga, aktyorlarni olib chiqib reklama qilgan, xotinini olib chiqib reklama qilgan, hozir ham reklama qilyapti dalshi. O'shalarga ishondikda. Aytyapman-ku, men bilmayman. Bu o'zimning fikrim, o'zi ko'pchilikka ham aytdim. Yoki bu Marat kelib o'qitib keladi o'zini. To'g'risi. Mana yoqda janjal qilayotgan odamlar kirib to'xtab qolishadi. Yoki gipnoz qiladi, men bilmayman. Mana yoqda 20 ta odam, 100 ta odam ham даже o'tgan safarim. 100 ta odam janjal qilib yevoraman deb turishdi. Kirish bilan to'xtab qolishdi hammasi. Men bilmayman, unaqa qanaqa fobiyasi bor uni, to'g'risi. Hadi men chumo basman kelib ketavergani, prokuraturaga yozdim. Prokuratura javob jo'natdiki menga, что Marat bu xatni o'qib chiqmadi, xohlamadi o'qishni. Shunday deb yozdi. Advokatga berdim, advokatga bersam, advokat paloncha pul to'laysan, davlatga anoncha to'laysan, summa katta, sudavoy. Keyin men o'zi pulim ola olmay yotibman. Qayerdan olaman men unga 8 million, 15, 20 million, 40 million ketarkan pachda hisoblab ko'rsam. Qayerdan olaman? O'zi yaqinda 2 marta operatsiya bo'lib chiqdim. Hadeb kelavermayman-ku Maratni oldiga. Uyiga bormoqchi bo'ldim, xotinini oldiga bormoqchi bo'ldim. Prezidentga borib yozish kerak deyishdi. Prezident qabul qilmas ekan. Ya'ni qabul qilgan chog'ida ham fuqarolik sudiga borish kerak ekan, qonun bo'yicha. Endi bilmayman, endi turib kunuzga kelmoqchi bo'ldim o'sha haligilar bilan, o'shanda balisa dedim. Chaqirishalmadi. Ular bilan men aloqadaman. Spiskasi bor 12 ta odamda, menga bittasi tashab bergan. Hammasiga tashagan, 2 ta odamga tashab ulgurmagan, o'sha spiska menga kelib qo'ygan. O'shani men nimaga tashladim? Gruppaga tashlasam, Murodil, qayerdan oldingiz buni? Nimaga gruppaga tashlayapsiz? Sizga kim berdi o'shani ayting deb surishtirib qoldi. Aytmadim. Qaqa boray, nima qilay? Shuni menga maslahat beringlar, shu pulimni olayin men. Qiynalib ketdim, qarz uzolmayapman, penya tug'ib yotibdi. O'ziga ham kecha safar aytdim. Kimga yig'lay dedim, Murodilga ham aytdim. Kimga dod deyin dedim. Kimga yig'lay dedim. Aytinglar, ko'rsatinglar o'sha odamni, kim meni eshitadi dedim. Indamay turibdi sohib ham u ham. Sohib bes. Вообще, unga 2 pul. Siz keldingizmi? Kimsiz? Nimaga keldingiz? Yo'q.
hozir ham haydab chiqarib yubordi. Ha, opa, nimaga o'tiribsiz bitta? Birinchi qilib turing, men odam qabul qilyapman deyapti. Men kimman unda u odam qabul qilayotgan bo'lsa? Nimaga doim 10tadan odam qabul qilyapti? Endiga kelib bittadan qabul qiladigan bo'lib qoldi. Qarasak, borsak hech kim yo'q, uka. Divanlarda olib tashlashgan, Imarat degan yozuvni olib tashlagan. Shokka tushasizmi? Qayerga ketyapti bular? Qochib ketyaptimi? Gruppaga ham 100 marta yozdim. Marat qochib ketmadimi, mabodo? Xabarlaring bormi? Boryapsizlarmi? Nimada bormi? U ofisda bormi? Yozsam, hammasi menga o'zimga lichna telefon qilishadi yoki SMS yozishadi. Maratni ko'rmadik, Murodilni yo ko'rdik yo ko'rmadik. Sohib o'tiribdi, bezga o'xshaydi, gapimizni eshitmadi. Yana o'sha bir xilda dudka, o'sha dudka cholinyapti deb. Marat bilan kechgacha kutib oxiri uchrashdim. U ham tushirib beramiz deydi, lekin aniq haligi nima desam ekan, yo'q-da. Tushirib beraman deydi, foydasi yo'q. Qatnayverib charchadim. Faqat shu yo'l kira, boshqa har doim shu kelaman, bir oyog'im Toshkentda. Har doim kelib ketaman, lekin puldan darak yo'q. Keyin kim o'sha yerda direktor boshqa ekan. O'sha direktorning oldiga kirdim. Bizni pulimizni beringlar dedim, o'zimizni pul-ku dedim. Biz deydi, qurilishni qilib bir qismi odamlarni kirgizmasak, bizga odamlar pul to'lov qilmayapti deydi. Короче, pul yo'q degandek qilyapti-da. Men aytdim, nima, endi mening pulim bilan qurilish qilasanmi desam, u yerda qurilish qilmasak, odamlarni kirgizmasak, bizga dalish to'lovi yo'q Sergelida deydi. Keyin to'lov bo'lmasa deydi, biz xullas rezultat ko'rsatishimiz kerak deyapti. Odamlarga uyni ko'rsatib, bizga berish niyati yo'qda pulimizni. Oxiri majbur bo'ldik shu yoqqa kelishga. Siz demak o'sha uy xarid qilishda shou biznes vakillarini reklama qilgani sizni ishontirgan. Men to'liq ishonganman, unaqani umuman kutmaganman, ochig'i. Undan so'ng o'sha lokatsiyasini ham o'sha Sergelida emas, o'sha Surum degan joyda ekan. U ancha ichkariga kirib ketar ekan. Toshkent viloyatida. Va ularga murojaat qilganimda, demak, bo'ldi, pulingizni qaytarib beramiz, to'liq bilan deb aytishgan. O'ylaganman, o'sha Sergeli City loyihasi Sergeli tumanida deb. Lekin u aslida boshqa, Quyuchirchiq tumanida joylashgan ekan. Shartnoma shartlariga ko'ra, demak, 6 oy davomida pulni qaytarish belgilangan, lekin ular o'sha 6 oy davomida ham o'sha pulni qaytarishmadi. Bir necha bor murojaat qilishimga qaramasdan turli xil bahonalarni sabab qildi. Sizda navbatingiz kelmadi yoki hisobimiz bloklandi, kartotekaga tushdi va hokazo hokazo. Mana shu hozirgacha cho'zib kelyapti. Endi hadeb shunaqa bo'lavermaydi-ku. Hadeb chumo bas biz ko'kalarga yo chumo ko'rishayotgan bo'lsa aytsin. Shu chumo ko'ryapmiz deb. Agar Xudo topaman desa, uzoqqa bormaydi. Bola chaqasi bilan uzoqqa bormaydi. Qurilish to'xtab qoladi. Endi mening 100 million pulimga qarab qoldim sening qurilishing deb. O'zimni pulim uchun kelyapman. Men sizlardan yo yordam so'ramayapman, boshqa so'ramayapman. O'zimni pulimni beringlar desam, mana shunaqa vaj keltiryapti. Qurishimiz kerak, uyni bitirishimiz kerak, bir qismini topshirishimiz kerak, keyin odamlar bizga ishonadi deydi. Shu yerda pul yo'q deydi. Yo'qotibdimi demak. Shunday bizga kartotekaga tushgan deydi. 1 oy oldin kelganimda ham kartoteka deydi, haligacha kartotekada chiqmagan kartotekadan. Men aytdim, menga bir rezultat qilib beringlar dedim. Men har doim bu yoqqa kelib ketaveraman dedim. Nomerlaringni ber dedim. Mana sohib deganing dedim, bez dedim. Vobshe telefonni ham ko'tarmaydi, javob ham bermaydi dedim. Keyin o'sha yerda Murodil degan telefon nomerini berdi. Telefonni ko'tarmasa keyin haligi qiling, men oyligidan kesaman deyapti. Va u sohibdan ham battar ekan. Unga telefon qilsam u vobshe ko'tarmaydi. Undan ham battar. Na Telegramdan javob beradi, na boshqadan javob beradi. U sohibdan ham o'tadigan ekan u. Umuman uni oltida sohibam yaxshi-da. O'sha Marat Xayrullayevich bilan ko'rishgandan keyin qanaqadir umidingiz bormi? Ko'rish ko'z yetyaptimi yo? Yo'q, yetmayapti-da. Yetganda men kutib o'tirardim. Marat Xayrullayevich bilan ko'rishgandan keyin ancha vaqt kutdim. Foyda yo'q. Nima dedi Marat Xayrullayevich? Kartotekada deydi, kartotekada. Pulimiz yo'q deydi u ham, ha? Pulimiz yo'q deydi. Odamlar pulga qolib, servis o'sha direktorga bergan savolni Marat Xayrullayevичga bermadingizmi? Siz odamlarning puliga bilan uy qurasizmi? O'zingizda masalan quruvchini zaxira mablag'i yo'qmi degan bir savol bermadingizmi? Ha, uni bermabman lekin. Qarochi pulimizni bersin, boshqa gapim yo'q. Kompaniyasiga ham, o'ziga ham, xotiniga ham, bola chaqasiga ham, qurilishiga ham, mashinasiga ham, sohatiga ham. To'g'risi. Meni ikkita pretenziyam, uy quriladimi, buziladimi, farqi yo'q. Meni pulimni bersin, bo'ldi. 255 million nech bilan pulim bor. Shuni bersin, bo'ldi. Boshqa meni pretenziyam yo'q. Yo'qolib qolaman men. U ham yo'qolib qolsin, bo'ldi.
boshqa gapim yo'q. Daryo jurnalisti ushbu murojaatchilar muammosi va bunga quruvchi kompaniyaning izohini bilish uchun Imorat Development kompaniyasiga bir emas, 2 marotaba bordi. To'g'ri 5 marotaba so'rov yubordi. Dastlab jurnalist bilan suhbatlashgan Marat Hamdamov murojaatchi fuqarolar ism-sharifini olgach, ularning muammosini bir haftada hal etishini aytib, shu muddat ichida ularni kutib turishimizni so'radi. Va'daga ko'ra bir haftadan so'ng yana Marat Xayrullayevichni bezovta qildik. Navbatdagi uchrashuvda quruvchi kompaniya rahbari ommaviy axborot vositalari vakiliga berilgan va'dani bajarmaganini, ya'ni murojaatchilar pulini qaytarib bermayotganligini xodimlarining beparvoligi bilan izohladi. Siz sud emassiz, prokuratura emassiz yoki bu ishni hal qiluvchi razborshik ham emassiz. Men shu muammolarni hal qilish uchun yechim beryapman. Buni ommaga olib chiqishdan hech kim manfaatdor bo'lmaydi. Bu chiqadigan bo'lsa, men hammasini taqataq to'xtataman. Hammasini sudga chiqaraman, pensiyasini qo'yaman, dedi Marat Hamdamov kameralar ortida gapirar ekan. Shu gap so'zlardan keyin Marat Xayrullayevich jurnalistlardan yana 10 kun muddat so'radi va shu muddat ichida barcha murojaatchilar muammosini hal etib, Daryoga bu haqida intervyu bermoqchiligini, shu chiqishida bu kabi muammolarga ro'y-rost javob berishni ham va'da qildi. Ammo 10 kunlik muddat o'tgach, u jurnalistdan maqolani chiqarmaslikni talab qila boshladi. Har gapida tahririyat bilan tijorat shartnoma imzolamoqchi ekanligini bildirdi. U bu orqali muammolarga ko'z yumishni taklif qilayotgandek edi go'yo. Biroq jurnalist muammolar yuzasidan so'ralayotgan so'rovga reklamani aralashtirmaslik taklifini bergach, mening o'ylashim bo'yicha bu yerda qanaqadir xolislik bo'lmayapti. Bu yerda qanaqadir bir shaxsiy manfaatmi mening tasavvurim bo'yicha hozir shunga borib qolyapti-da. Chunki sizlar reklama qilgan obyektlarda hech qanaqangi hujjat, ruxsatnomalari bo'lmagan. Odamlari pulni ololmasdan sarson bo'lib yuribdi. Juda katta muammo yuzaga kelayotgan ekanda. Mayli, quruvchi kompaniyaning kimligini aytmayman, o'zingiz bilsangiz kerak. Lekin sizlar yana reklamasini qo'ydinglar. O'zingiz aslida fuqaro tarafdamisizlar yoki pulni to'lasa himoya qilib ketaverasizlarmi, dedim. Shuningdek, Marat Xayrullayevich Daryo tahririyati ustidan prokuraturaga shikoyat qilish niyati borligini ham yashirib o'tirmadi. Agar tushuntirishlarimga qaramay men haqimda insonlarni chalg'ituvchi material tarqatsangiz, men ham Daryo.uz bizga bosim o'tkazayotganligi to'g'risida prezidentimizga ommaviy murojaatnoma qilaman. Xususan, redaksiyaning boshqa qurilish kompaniyalari bilan shartnomasi borligini, ular ushbu kompaniya noqonuniy qurgan uylarni sotishda tegishli ruxsatnomalarni tekshirmasdan yordam berganligini, aynan o'sha kompaniya ustidan hozirda ish ochilgan bo'lsa-da, bu haqda xalqni ogohlantirish o'rniga tahririyat ushbu kompaniya targ'ibotini davom ettirayotganligini aytaman. Aynan o'sha kompaniya intereslarini himoya qilish uchun meni qoralash kampaniyasida ishtirok etayotganligi bo'yicha taxminlarim borligini aytaman deya do'q-po'pisa qilishga ham o'tdi. Shu do'q-po'pisalardan ko'p o'tmay Marat Xayrullayevchning vakili Daryo tahririyatiga kelib, dastlabki 4 nafar murojaatchining 3 nafariga pullari to'liq to'lab berilganligini, bu pullardan hech qanday jarima undirilmaganligini, biroq To'lqinoy Mamatxalilovaning puli qaytarilmaganligini, boisi u bilan sudlashish jarayonlari davom etayotganligini qo'shimcha qildi. Daryo muammoni o'rganar ekan, murojaatchilar soni borgan sari ortib bordi. Yana murojaatchilar fikriga quloq tutamiz. Yo'q, bering, hujjatingizni bering. Nima gapingizdan o'shancha pul to'lab bemalol aka, syomka qilayman. Men o'zim haqqimni so'rab keldim. Tilamchilik qilib kelmadim. Maqsadi nima? Mana shu maqsad degan iltimos. Kasallar skoriyaga kelib pulni ololmay yotibdi. Imorat kompaniyada. Olasan, shoshmay tur. Prezidentgacha chiqmasammi? Chiqaman, hammanga chiqaman. Yashiringanim bilan chiqaman. 58 yoshdaman. Rossiyada ishlayotgan qizim o'zi Chilonzor bozorida shunga uy axtarib yuruvdim. Keyin Shahzoda Muhammedovnaning eri dedi, telefon qilib qoldi. Reklama qilyapti, uy vebinari bo'lyapti ekan, arzonroq narxda ekan aya. Shunga borsangizchi dedi. Ha, bo'pti, borayin deb Shahzoda Muhammedovnani kuzatuvchisida endi u. Yoshlar shunaqa. Shuning uchun endi ishonarli puli bor odamlar dedim, aldanib qolmaymizmi ekan dedim. Yo'q, puli bor odamlar-ku dedi. Shuning uchun 23-yil 27 dekabrda shartnomasiga birinchi shartnomalik vebinarda qatnashib bizlar uy olganmiz. Aslida shu 3 ta uyga shartnoma qildik. Boshlang'ich to'lovlarini ham
Men qo'limda 17 ming dollar to'laganman. Endi pulga aylantirib to'laganman o'sha Shahobiddin degan bola ishlardi. Rosa chiroyli tushuntirdi. Bu uyimiz bizlarniki 2025-yil iyun oyida bitkazib topshirilishi kerak edi. Bu shartnoma bo'yicha topshirilmadi. Keyin bu bizlar surimda ekanligini bilmadigan, o'sha payt lokatsiyani Sergeyli siti desa, Sergeyli qizim yashardi. Ha, bo'ldi, demak, u Sergeyli bo'lsa, ola qolayoq deb tushunibmiz. Men qizim endi necha yil bo'lsa, shu Rossiya ustida salat qilib, tigoyoqda turib ishlagan pullarida. Bunda qancha pulingiz bor quruvchida? Men 458 million to'laganman. 458 million so'm. Shundan hozir endi pashta 6 oy, mana 2 oydan beri shartnoma qilgan bo'lsa, 8 oydan beri qatnayman Samarqanddan. Necha marta birinchi yaxshi ham gapirdim, qattiq ham gapirdim. Birinchi shartnoma qilganda 25-yil iyunda topshirish kerak shartnomani menga ruscha bergan, tushunmaganman. Keyin bankimiz almashdi dedi bir shu to'lovga kelganimizda. Keyin shartnomani yangi qilib beringlar bu kishiga dedi, keyin 26 ning oxiriga yangilab berib yuboribdi shartnomani menga boshqadan. Muddatini demak o'zgartirishgan. Ha, muddatini uzaytirib yuboribdi. Keyin menga shunaqa deganak 26 ning oxiriga bitta ekan, webinarga borib qatnashib keldim dedim kuyovimga. Keyin siz nima unday deyapsiz? 25-yil birinchi shartnoma pul tashlaganda, birinchi pul tashlaganimizda bizlarga 25-yil iyunda oxiriga bergan. Mana shartnoma deb menga qaytarib tashlab yubordi. Keyin bularga keldim men yana. Rosa gapirdim. Keyin o'sha mana Marat bilan to'g'ri kelib qoldik. O'shanda shunaqa ekan, qaytarmoqchiman desa, bo'ldi, qaytarsangiz 15% dan pulini qaytarib qo'yingda, 6 oygacha shartnomani qanaqa to'lovda qilgan bo'lsangiz, bo'lib tashlab beradi dedi. Keyin men yana bordimda ularga telefon qildim, 15% olib qilar ekan, shuncha shart menda bitir ekan 26 ning oxiriga. Dedim, yo'q dedi, shartnomadan keyin yana shartnomani qaytadan yuristga bular ko'rsatdi. Qarang, bizlarga agar shartnomani bizsak 15%, 12% dan 15%gacha o'zlarining foydasiga tuzilgan ekanda bu shartnoma. O'zlari 0.2 desetga agar bitirib bera olmasa vaqtida. Endi shu ham mart ish emas-da, men ham o'qituvchi bo'lganman. Men Jo'raqulov Elyosh Odmonovli 2024-yil 18-aprel kuni o'sha Imarat kompaniyasining webinarida qatnashib, ya'ni Marat Xayrullayevich webinar qildi. O'sha webinarda qatnashib, Tuzel park loyihasiga to'lov qilganman. Tuzel park loyihasini o'zi mana 2025-yil sentyabr oyiga kelib, u Tuzel loyihasi bo'yicha hech qanaqa hujjat, dokument, qurilish ishlari umuman olib borilmayapti. Va bizga u 2026-yil 4-chorakda topshiramiz degan. U uyda hech qanaqa katlaman ishlari ham, bir hujjat so'ragan hujjat ham yo'q. Uyga to'lov qilganman. Va men 2025-yil 30-oktyabr kuni atkazga yozdim. Atkazga yozsam, menga grafik chiqarib berishdi. Mana o'tgan hafta 10 million, har oyda o'sha to'lagan summam jami 141 million 108 ming so'm. O'sha to'lovdan 10 millionlik, ya'ni 14 haftaga bo'lib to'lashga grafik chiqarib berishdi. O'sha grafik asosida hech qanday to'lov amalga oshirilmayapti. 30-oktyabrdan hozirgi kungacha o'sha Imarat kompaniyasini darvozasini tagidaman, oldidaman. Ko'p mijozlar norozi. Har bir haftada boshqa o'sha vaziriyat bo'yicha yurist ham almashadi, vaziriyat bo'yicha mas'ul xodim ham almashadi. Men Abdurashidova Nargiza Sergeli City loyihasidan uyamoqchi bo'lib to'lov qilgan edik. To'lovi 2024-yil 17-iyulda первоначальныйini to'lagandik. Первоначальныйga 99 million so'm to'lagan edik. Har oy 14 million 385 ming so'mdan 6 oy mobaynida to'lab keldik. Hozirgi kunda sog'lig'imda muammo tufayli atkaz qilgan edim. Oldingi yil dekabr oyida atkaz qilgan edim. Lekin haligacha pulimni ola olmadim. Mani onam Mashhur va Sharofat Surxondaryo viloyatidan kelib, Sergeli City proyektiga boshlang'ich to'lov qilib, oylar davomida to'lov qilib borganda, undan keyin ayrim oilaviy sabablarga ko'ra
pulni qaytarish bo'yicha arizasini yozgan, shartnoma bo'yicha 6 oy ichida qaytarib berish kerak. Lekin mana o'sha ariza yozgandan keyin 15 oy bo'ldi, hali to'lib bo'lgani yo'q. O'sha mana 16-oy ketyapti. И вообще to'lov borish vaqt, mana boshlangan vaqti 9 yoki 10-oyda to'lov qilishni boshlagan. Unda ham 10 million, 15 million ana shunaqa qilib to'lab borgan. Общий summa 160, yolg'on gapirmayman, 160 milliondan ko'proq to'lov bo'lgan. Hozirgi davrda 60 millionni qolgan hali. Men Qulmurodova Nigora 2024-yil 2-avgust kuni Imarat Developmentning, ya'ni Marat Xayrullayevichning Sergeli City loyihasidan 3 xonali uyga shartnoma tuzgan edik va biz o'sha kuni 2024-yil 2-avgust kuni shartnomadagi belgilangan summaning 57 million 100 ming so'mini to'lov qildik. Lekin keyinchalik o'sha oilaviy sabablar tufayli biz bu shartnomani qaytarmoqchi bo'ldik va 2024-yilning 26-oktyabr kuni ushbu shartnomani отказ qildik, ya'ni o'sha shartnomani bekor qildik va bizga 3 oy muddatda pulingizni qaytarib beramiz deyishdi. Lekin 3 oy o'tdi, hech qanaqangi pul qaytarib berilmadi. Bog'lansak operatorlari keyingi oyga to'lab beramiz, 6 oy davomida to'lab beramiz, martgacha to'lab beramiz deyishdi. Lekin 6 oyda ham to'lab berishmadi. O'sha paytdagi ularning anaqa menejerlari bilan bog'landik. Madina, Farangiz degan uy bo'yicha menejerlar bilan bog'landik, lekin ular ham ertaga 17-sanasiga tashlab beramiz. Sizniki mana 33-navbatda turibdi, 10-navbatga keldi, tashlab beramiz pulingizni dedi. Lekin mana hozirgi kunda 2025-yilning 26-noyabr kunida turibmiz, lekin hali o'sha 57 million 100 ming so'mdan hali bir so'm ham tashlab bergan yo'q. Men Fuqaro Abdiyev Loshin Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Ko'p qavatli novostroykalarga o'zim musofirda bo'lgan taqdirimda oilam farqiga yetmasdan ko'rmagan, tushunmagan Sergeli City deb yozilgan yozuvlarga ishonib novostroykalarga to'lab qo'ygan ekan. Bunga o'zi o'qitmaganda, ruscha dogovor shartnoma berganda, unda agar отказ yozilgan taqdirda 1 oy ichida pulni olasiz deb og'zaki aytib o'tilgan menejer, sotuvchi menejerlaridan. Xo'p dedim, to'lab yurdim. 2024-yil 2-fevralida bosh to'lov qilingan to'lovlari, undan keyin 3 oy to'landida, keyin ayrim bir sabablarga ko'ra to'lashga imkoniyatim yetmadi. O'zim qaytib keldim musofirchilikdan. Mayli dedim, agar shunaqa bo'lsa dedim, отказ yozamiz dedim. Отказ yozildi, nima bo'lganda, meni shartnoma dogovor shartnomalari buzgan taqdirda menga o'zi qog'ozda ko'rsatilgan bo'yicha 6 oy srok. Bir tomonlama buzildimi, o'sha surogi bo'lsa, mayli kutamiz, endi surogi bor ekan, qonun ekan dedim. 2025-yil 3-mart kuni отказ yozildi. O'shandan beri 2 marta pul tashlab berdi. Kam miqdorda, ko'rsatilgan grafiklar asosida emas. Ko'rsatilgan grafiklarda kerakli odamlarning hammasi qo'l qo'yib bergan. Dokumentdagi direktori ham, menejer, sotuv, ana ular ofisdagi sotuvchilari ham har borganimizda har xil odam almashadi. Bir tayinli javob bermaydi. Aqmirzayev Zuhriddin Imarat Developmentga pul to'laganman. 2024-yil 13-sentyabr kuni $7,000 pul to'laganman. Shu va sotuv ofisidagi bolalarga qilib, keyin birodar qo'limdan pul olgan meni. Kamera ko'rinmasin aka deb, kameradan tashqariga pul olgan birodar mendan. $7,000 pul olgan. Keyin qolganini 2-3 oyligini to'laganman. Keyin o'sha u yoqdan pulni to'lanmaydigan ukam bordi. O'sha bayda qoldi. Pulni to'lanmay qoldik. Mirodilla o'zi ham biladi bu narsani. O'sha Zarifa degani bor. Zarifasi ham biladi uni. Maratni o'zi ham biladi. Keyin boya qilib aytdim, o'sha vaqtda bularga aytilgan o'zi. Aytilgan, bu Zarifa faqat yolg'on gapiravergan menga. Birinchi o'ringasan, ikkinchi o'ringasan deb. Mana keyin o'sha 2025-yil 1-fevral kuni ariza yozdim. Shartnoma.
nima deydi? Shartnomani bekor qilish bo'yicha. Shartnomani bekor qilish bo'yicha narsa yozdim. Keyin yozdim, uni mayli 6 oy kutasan dedi. Mayli kutdim 6 oy ham. O'zi menga Zarifa aytuvdi-ki, 3 oy to'raycha plyus qilib beriladi, bo'lsa siz sharoitni tushundim deb aytuvdi. Unga yolg'on gapirdi. O'zi men ishdan chiqib ketgan, nimadir bo'lgan yo'q. Telefon qilaman yo'q. Keyin shunday bo'ldi, keyin narsa qildikda tashlab beraman deb aytdi yana. Keyin keldim. Qashqadaryodan kelaman-da. Qashqadaryodan kelib 600 ming benzin yoqib kelaman. Bir ko'r kelib ketishim 700 800 ming bo'ladi. Benzin yoqib bo'ladi, tushuntirib nesa qilib. Shuhrat degani bor, Shuhratga soladi, Mirodilga soladi. Hammasi o'zicha boyaqa bensinga gapiradi. Sendan pul olmaganman. Nesa qilib, keyin Shuhrat keladi, men hal qilmayman deydi. Buni Mirodilga hal qilasan deydi. Keyin bir kun bor janjal ham qildim. Mirodil bilan tortishishga urgida deb qoldik. Keyin Marat qizi javob tushib keldi pastdan, tepadan. Immuniyaga berilmadi. Sen birinchi uringasan, senigina qilib beraman dedi. Yo'q, qilib bermadi. Shartnoma qilib berdim. Mana bu ikkinchi shartnomani qilib berdi mana. Bu ham bo'lmadi, foydasi yo'q. Bir marta 9.300 ming tashlab berdi. O'sha hamma narsa bo'lgandan keyin shu ukam shu bugun anaqa qilgandan keyin yozgandan keyin Maratni o'ziga keyin yozgandan keyin bu nima deydi? Keyin yana o'zim borib janjal qilganimdan keyin yana 17 million pul berdi Mirodil. Uni ham borib domidan oldim borib. 3 kun, 4 kun deganda oldim uni ham Mirodildan. Keyin ana kun 7 million pul to'lab berdi. Hozir quruvchida qancha pulingiz bor sizni? 78 million pulim bor. To'lab berilish kerak bo'lgan muddat tugadi. Tuga bo'ldi. Men o'tgan oy tuga bo'ldi. O'tgan hammasini yopib beraman dedi. Mana bu ikkinchisi bu. Mana bu ikkinchisi. Ikkinchisi mana o'sha boyagi bu bo'ldi mana. Olim aka direktorasidan qo'l qo'ygan, olim akaga chiqsam, olim aka men hech kim emasman deydi. Men hech kim emasman bu yerda. Siz qanday qilib fuqaro bo'lsangiz, men ham shunaqa odamman. Biroz nomim qo'yilgan. Menga hech narsa demang, men ko'tara olmayman. Shaxmatda kunda aligida anavdaman deydi. Meditsinskiy ko'rikda yuribman deydi. Endi hozirgi paytda oxiri shartnoma shunaqa men kunuzga chiqqanligini men o'zi O'zbekistonda turib ko'rmaganman. Kuyovim ko'rib menga tashlab berdi. Shunaqa bo'lyapti ekan, men sizga 6 oy oldin qaytaring deb qaytarsin pulni deb bordim. Shunaqa ekan, 15% olib qolay ekan. Dedim, mana kunuzda dedi 1 so'm olib qolmayman deb va'da berib o'zi chiqdi dedi. Bo'ldi, boring dedi, bersin pulni dedi. Men unaqa lokatsiyada olmayman ham, aldab tashlangan lokatsiyada dedi. Endi bular keyin o'zi bilan gaplashaylik deydi. Yo'q, men gaplashmayman. Agar qaytadan kimning nomida sizning nomingizga shartnoma qilingan, men borib agar qo'shilib uyda menga nomimga o'tkazib beringlar, men to'layapman desam, ular qonun yuzasidan bo'lmaydi derdi-ku. Men bilan nima deb gaplashaman? Men to'lovda yo'qman. Umuman dokumentatsiyada yo'qman, lekin pul meniki. Siz talab qilavering, olib bering menga pulimni deb keyin ularning ham jahli chiqdi. Endi oilaviy mojaro kelib chiqqan shundan ham, qizimdan ham. Endi tayyor eski uyni olayotganda sen shunaqa bergansin, endi top pulni deb qizimni qo'ymayapti-da shunaqa. Har kuni 15 ta 20 ta Imorat kompaniyasining norozi bo'lgan shaxslar har kuni 15 ta 20 ta bor. O'sha har kun 15 ta 20 ta bir xil shaxs emas. Har kun har xil 15 ta 20 ta shaxslar ko'payadi. Turadi norozi bo'lib. O'sha Marat Xayrullayevich o'zi hech qanday shaxs bilan gaplashmaydi. Ikkinchi etajda turadilar, xonaga chiqishga ham ruxsat bermaydilar. Odirga chiqishga axranalari bor. 02 qilib boradi. 02 keladi, 02 qilib boradi. O'zi kompaniyani o'zi sizni 02 tashqariga olib chiqib qo'yadi. Shunday holatlar. Meni ko'zim yetmayapti 141 millionni o'z vaqtida qaytarib berishga. Chunki birinchi, ikkinchi hafta o'zi kechki boshladi. Bu yerdagi holatni, muhitni ko'rib, umuman pul olishga yo'q. Pul qilib bera olmaydi. Ana tashlab beramiz, mana tashlab beramiz deyshadi. Haligacha hali bir so'm pul tashlab berishgani yo'q. Hozirgi kunda 185 million 304 ming so'm qarzligi. Kelishuv bo'yicha qachon to'lab berish kerak edi pulni? Kelishuv bo'yicha o'zi 3 oydan 6 oygacha tashlab beramiz deyishgan edi atkaz yozganimda. Lekin tashlab berishmadi. Mirodil degan anaqa boshqaruvchisi baqirib, pulimizni qachon qaytarasiz? 100 so'm ham tashlab bermadi. 1 yil 1 oy vaqt bo'ldi desak, meni o'zim 3 oydan beri oylik olganim yo'q. Nima deysiz menga? Men olganmanmi sizni pulingizni deb. Bizga o'sha
bo'lmasam o'sha tegishli mutaxassisni chaqirib bering desak, ana boshliqlarimiz yo'q, boshliqlarimiz ketgan, men bilmayman, mana shunaqangi ularni gapirib, men bu gaplaringizni Marat Xayrullayevga ayta olmayman, gapira olmayman, o'sha aytayotgan gaplaringizni deb o'zlarini olib qochyapti. Siz rahbar ekansiz, sotuv bo'yicha ofis rahbari ekansiz deb murojaat qilsak, yo'q, men rahbar emasman deb o'zlarini chetlatyapti. Eshitmasdan bepisandlik bilan telefonda gaplashyapti xodimlari. Bizga hech qanaqangi javob bermayapti, qonuniy ham javob bermayapti. O'sha rahbarga murojaat qilyapsizmi? Rahbar kim u rahbar? Rahbarlari har 15 kunda almashadi. O'sha Dastlab qurilish o'sha tashkiloti rahbarimi yo'q? Otabek aka deyishdi rahbarni. Undan keyin esa Sherali aka deyishdi. Hozir endi yana yangi bo'lyapti. Ana bo'yicha esa o'sha atkaz bo'limi bo'yicha esa Sobit degan bola, u lekin qilib beramiz deydi, lekin undan u yog'iga o'tmaydi. Qancha pul to'lagansiz uy uchun? 147. Bosh to'lov bilan birgalikda 147 million pulingiz bor hozirgi kunda. Necha pulni qaytarib oldingiz? 5 million bir tashlab berdi. Unda ham falshifka cheklar bilan 10 million dedi. Keyin 13 million, 7 million qilib bo'lib tashlab berdi. Hozirgi vaqtda qancha pulingiz bor endi quruvchida? 122 million. Yo'q, o'sha kuni biza bordik. Shu mashinasiga yotib ham qoldik biza, ofisiga borib. Mashinamning ichiga sovuqqa yotdim borib. Meni ko'rib qochadigan bo'lib qoldi hammasi. Shunda men kirib boraman ofisga, meni mashinamdan kirgizmaydi. Mashinamni kirgizib, mashinamni ko'rsa hammasi meni ko'rib qochadigan bo'lib qoldi hammasi. Men uyindan keyin mana qancha oy o'tib ketdi, lekin menga tablitsa qilib berdi. Keyin Marat bilan uchrashdim. O'g'limni ham ishdan qoldirib olib keluvdik. Aytdi, yigitcha gaplar, onaxonni yoshini hurmat qilaman deysiz dedi. Men qanchadan beri va'da beryapsiz? Men shu yerdaman, o'z Toshkentda yashab qoldim. Shunaqa dedim. Keyin aytdiki, yigitcha gapni siz tushunasiz-ku dedi o'g'limga. Marat o'zi aytdi. Bo'ldi, yigitcha gapni dedi o'g'lim ham, yigitcha gap dedi. Bo'ldi, boshqa gapirmang dedi o'g'lim ham. Keyin shu bilan ketdik. Meni ketgandan keyin bir oy tashlab bermadi. Uyimizda ta'ziya bo'lib qoldi. Men undan keyin qaynim o'tib qoldi. Shunga shu oyda shu haftada kelmadim, bir so'm pul tashlamadi. Hozir 312 million pulim bor bularga. Aslida shu oyning oxiriga men noyabr shu haftada olib tugatishim kerak edi. Menga tuzib bergan tablitsasi bo'yicha ham. Norozi odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Men o'zim borib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir 15-16 ta odamni o'z ko'zim bilan o'sha anaqangi nima edi, pulini ola olmay, puli tushmasdan kelgan odamlarni ham ko'rdim. Tushmadi, nimaga oldiysizlar? Bugun tashlab berishingiz kerak edi, ertaga tashlab berishlaringiz kerak edi deganda. 4 ta grafik bor. Yangi kelgan xodim yangi boshqatdan grafik tuzib beradi. Grafik deyilyapti. Grafikda ham qonuniy hech qanaqa kuchga ega bo'lmagan qog'oz, pechati bor, ismini, familiyasini qo'yadi. Grafik deb u qonuniy kuchga ega bo'lmagan bir varaq sifatida qolib ketyapti bir burchakda. Pulni ololmayapti. Shu fuqarolar bo'yicha, pulni ololmayotgan fuqarolar bo'yicha. Kim bilasan? Ha? Oddiy fuqaroman, men ham sizlardan uyog'anman. Ha, bolajon. Ichkari kirib gaplashamiz. Yo'q, shu yerda gaplashamiz. Shu gaplashamiz. Mana shuncha fuqaro kelgan, hammasi viloyatdan kelgan. Qanaqa mavzuda kelgansiz siz? Men stent qo'ydirishim kerak, pulni olishim kerak. Olimasiga yordam qilamanmi? Qiling, davay, bugun hujjatingiz bormi? Sizda aqlini bo'lgan. Nima bo'lar aka? Masofaga saqlang. Videoga olmang deb. Masofaga saqlang aka. Qani siz aqlini bo'yicha bo'lsa, qani hujjatingiz bormi? Olib kelib beray. Sizni kamerangiz men olyaptimi? Bugundan yana qoladi. Men ham olaman aka, bu meni shaxsiy telefonim. Kenopkam bosdi. Bosing aka. Sunnatiga olib chiqib keting bularni, nega videoga oladi? Mana shuncha odam hamma viloyatdan kelgan sarson. Sizlarga shunaqa gaplashmasa bo'lmaydi. Qanaqa gaplashyapsiz aka? Telefonda olib g'alati-yu. Telefonda oling dedim men sizga. Masofa saqlang, masofa saqlang. Telefonda oling. Ikkilanmang, xalq dardini eshitsin. Eshityapti. Eshitsin dardini xalqini, meni kechirib qo'yishim kerak. Soat 7da kelganman men. 8da men och o'tirman. Ko'rdim mana 3 kundan buyon. Hech kim o'ynab topgan puldan kelayotgani yo'q. Misqonlab yig'ib terib kelyapman. Hech kim o'ynab narsa qilib olib kelayotgani yo'q. Hech kim birovni pulini so'ragani yo'q. Hamma o'zini pulini qaytib so'rayapti. So'rayapti. Sohib hal qiling menikini.
ariza qiling dedi. To'xtab turing. Videoga olmang dedim men sizga. To'xtab turing, yo bo'ldi, to'xtab turing. Erkak kishisi to'g'rimi? Hop. Yo erkak kishi. Men bunda gaplasha olmaysizmi aka? Men bu siz gaplasha olmaysizmi? Ketdi, gaplashamiz. Bunaqa gaplashishmi aka? Qanaqa gaplashish kerak? Telefonda Shartnomada 6 oy davomida pulni qaytarib berishinglar kerak edi, to'g'rimi? Opa, siz qancha bo'ldi pul olmayotganingizga? Qancha bo'ldi olmayotganingiz? Qancha bo'ldi? 9 oydan beri kutyapmiz-ku. 5-marta 1,5 yil bo'lyapti. 1,5 yil. mana xalqqa. Maniki stent qo'yish kerak deb turibman. Ben siz borib ko'rsataman. Mana bolamniki stent qo'yish kerak yuradi. Men o'zimni mazam. Qo'ying. O'zlari bilan erkak kishiga to'g'ri keladigan ish emas. Sizlarni qilayotgan ishinglar erkaklikka to'g'ri. Aka, men Shuncha fuqaroni aldaganlaring, mana shuncha viloyatdan kelgan odamlar shuncha xalaq, sizlar erkaksizlar, to'g'rimi? O'tgan safar mushukka o'xshab gapirding-ku bular. Aka, siz kimsiz? Aka, siz ham keling. Maratga telefon aka. bo'ldi. Keling aka, sizga ham bir savollarim bor men, aka. Aka, shuncha fuqaroning pulini kim beradi, aka? Shuncha fuqaroning pulini kim beradi? Ha, shunaqa gapira olmaydi. Bitta kelishimcha 200 ming. 2 million bilan kelib ketyapman men har doim. 5-marta bu. Mana bilan shuncha kelgan fuqaro hammasi viloyatdan kelgan. Siz bunday qilyapsiz. Shunga ishonib o'tiribmiz. Men bu aka bilan gaplashmaganman. Bu aka bilan emas, men o'zim bilan. men gaplaringiz. Mana siz bilan birinchi marta gaplashyapman. Xudo xolasa. Men bilan necha marta gaplashgansiz? Ko'p gaplashganman aka. Alohida gaplashdim aka. O'zim. Lekin buni noto'g'ri shiqotdir aka. Yo'q, mana aka o'zingiz uchun. Men hatta Sizlar to'g'ri chiqasizlarmi shunda? Xo'p. O do'stim. Yo'q, mana qarang. Mana akajonim. Mana shu odamga gapiring. Mana shu odamga gapirayotgan gapni menga birinchi marta gapirgan paytingizda eshitdim. Уже menimcha bilmadim 5-6 yana aka bazalat qilasizmi shunaqa ishni o'zingizga? Qanaqa ish? Mana shunaqa ishni. Voy, nima qildi u? Qonun buzyapti. Yo'q, to'xtab turing. Yo'q, qonun buzmayapti. Qonun buzmayapti aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Aytmoqchi bo'lganim aka bazalat. Nima qilsin? Xo'p, nima qilsin? Odamlar pul ola olmayapti. Nima qilsin? Kasallar skoriyaga kelib pulni ololmay yotibdi. Imorat kompaniyada. Olasan, shoshmay tur. Prezidentgacha chiqmasammi? Chiqaman, hammangga chiqaman. Yashiringaning bilan chiqaman. Ham kutib o'tiribdi Imorat kompaniyasida mana. Dunyoni odam bilan Bristol qilib shuncha odam o'tiribmiz. Har kun kelamiz, ketamiz. 2da va'da berilgan, Marat kelaman deb. Yana o'tiribmiz kutib mana. Odam bechora shuncha odamlar, tashqarida ham bu qancha odamlar. Mana ko'ramiz qani. Yo'q, bu страховка aka. Страховка aka. Nima страховка? O'zimni страховка qilaman. Ayni biz ham hozir siz страховка qilish. Bemalol aka, syomka qilayman. Men o'zim haqimni so'rab keldim. Tilamchilik qilib kelmadim. Qancha madizmi? Mana odamlarning o'zi mazasi qochib, skoriga chaqirish boshlandi. Skori keldi. Ichkarida bitta xolani mazasi qochib qoldi. Skori. Bu yog'i yana TikTok. Ertaga keling, indinga keling. Endi 7 kishi bo'lib turib, men qancha odamlar bemor bolalar kardiologiyada yotib 10 millionga o'zini 150 necha million to'lagan ayollar borda, kardiologiyada yotib operatsiyaga olamiz deb havo ulab qo'ygan odamlarni ayollar yig'lab ingrab kirganlarini ko'rdim. Kimdir 2 yoshar bolasini Hindistonga olib ketib, nevarasini olib ketaman deb yozganiga qancha bo'lgan, anshular pulimni ber deb kelib yurganlarini ko'rdim. Onasi kasallardi, eri tashlab ketib qolgan beva ayollarni ko'rdim qanchasini. Insof bersin-da, endi ko'rsangiz Maratni o'zi bilan shunday yaxshi gapiradi, shunday yaxshi muomala qiladi. Lekin natija yo'q. Endi bergan bersin pulini summasini qaytaraman degan labzini. Endi unda ham ota bordir, ona bordir.
farzand o'stirayapti. Allohdan ham qo'rqsin-da. O'sha ota-onasi ham 5 mahal namoz o'qiyotgandir. Nimalarni Allohdan so'rayotgandir. Maratga o'xshagan bizlarda ham farzandlarimiz bor. Alloh hech kimni behisobli qilmaydi. Har bir qilgan harakatimiz uchun Alloh so'ralamiz, Allohdan so'ralamiz. Insof so'rab shu paytgacha keldim. Endi tozayam qatnay yurish oldimiz qish. Oyoqlarim shishib ketadi o'zi. Qancha shu norozi bo'lib yurgan odamlarning pulini bersa Alloh yo'lini ochadi. Shu tomonlarni Allohdan qo'rqsin-da, pulimizni bersin, ishiga rivoj.